Assalomu alaykum muhtaram azizlar, guruhimiz a'zolari. 20-dekabr kuni Andijondan Madinaga uchgan ziyoratchilarimiz kecha mana Masjidul Nabaviyga, Madinaga kirib, Madina Munavvaraga kelib, mehmonxonalarga joylashib, Xudo xolasa Masjidul Nabaviyda shom, ifton va tahajjudlarda o'qib, ba'zilar yosh kattalar ozgina dam oldi. Qolgan hammalari yaxshi. Bugun mana inshaalloh Madina ziyoratiga ketyapmiz. Endi ziyoratimizda Uhud tog'i, Qubo masjidi, xurmo bog'lariga inshaalloh boramiz. Xo'p, yaqinlar xonada qolganlar bor. Dam olaman men yoki avval kelganman deganlar bor. Ulardan xavotir olmaysizlar. Hammalarining sog'liklari yaxshi. O'zlari yaxshi inshaalloh. Hammalari zo'r.